dushmanlarim tarqatyapti endi nima deysizlar mayli. Men ham yosh bo'lganman, hali ham yoshman to'g'risi. O'sha paytda to'g'ri ichgan bo'lganman. Nimadir tema bo'lgan. Qarachi qizlar ichganmiz, qizlar bilan. Qizlar o'sha Aslzoda ikkalamizni men to'laganman har doimgidek. O'sha ikkita, uchta qiz shotni tashab bo'ynimizga ichib meni bo'ynimga tashab ketgan. Meni bo'ynimdagi tillalarim yo'qolgan, uzuklarim yo'qolgan. Yana 4 million stol olganmizda, uni ustiga yana shotni tashab ketishgan. $350 men shot to'laganman, yana boshqa qilganman-da. Ularda endi o'zim bilan o'shanga men siqilib, ichib qotib qolib, siqilib yig'laganman. Keyin o'sha больницаga borganmiz, kimdir menga nimadir deganmi, o'shanda men urushib ketganman. И вот, u tema bo'yicha meni sudim ham bo'lgan, boshqa tema ham bo'lgan. Meni kim nima deb o'ylaydi? Men o'zim uchun to'g'riman. Hamma ham xato qiladi. Zato ba'zi birlarga o'xshab kimdir tegida yo qaysidir odamning tegida chiqib, yo qaysidir gostinitsadan chiqib kelgan videoim tarqayotgani yo'q, Xudoga shukr. O'sha sho'xlik qilganman, ichib olib kimdir bilan urushganman. O'sha videoni ataylab tarqatishyapti-da. Yo'q, bir şey yo'q. Gel. Dushmanlarimda ishonsizlar. Mayli, men ham yosh bo'lganman, ichganman, boshqa qilganman. U tema bo'yicha meni sudim ham bo'lgan, shtraflarim ham bo'lgan, ko'p temalar ham bo'lib ketgan, to'g'risi. Men o'zimga o'zim to'g'riman, nimadir urushgan videom tarqagan. Mayli, bu hayotda baribir ko'ra olmaydigan odamlar bo'ladi. Nima tarqatishni bilmasdan endi shuni tarqatishyapti-da. Hammasi Allohga kifoya. Sizlar ham meni nima deb o'ylaysizlar, menga farqi yo'q. Meni qo'ldan kelgancha podishka qiladigan, tushunadigan odamlar bor deb o'ylayman.